Dubayda biznesingizni yo'lga qo'ymoqchimisiz, lekin ishni nimadan boshlashni bilmayapsizmi? Meni ismim Navruzbek, Dubaydagi Bahodir Business Setup kompaniyasi rahbariman. Bizning kompaniya faoliyati nimalardan iborat va qanday sizga yordam bera oladi? Shu haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Bizning kompaniya asosan Dubaydagi tadbirkorlarga yoki yangi tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'ymoqchi bo'lganlarga litsenziya, bank shot ochishda, ishchi va investor viza olishda hamda ofis uchun joy topishda, qisqa qilib aytganda, biznesingizni noldan boshlab to'liq ishga tushishigacha bo'lgan jarayonda yordam bera oladi hamda Birlashgan Arab Amirliklari davlati tomonidan tasdiqlanadigan hamma hujjatlaringizni bizning kompaniya tasdiqlatib berishda yordam beradi. Agar siz Dubayda biznesingizni boshlash uchun tayyor bo'lsangiz, bizga aloqaga chiqing va tekin konsultatsiya xizmatidan foydalaning. Chunki ishonch bilan ayta olamanki, bizning kompaniya xizmati Dubaydagi hamma kompaniyadan tez, arzon va malakali xizmat ko'rsatadi. Bizga obuna bo'lib qo'ying hamda like bosib, qo'llab-quvvatlab tursangiz, biz har doim Birlashgan Arab Amirliklarida qaysi biznes qanday daromad olib keladi va uni boshlashda nechta pul sarflash kerakligi haqida to'liq yoritib boramiz.